Hammaga assalomu alaykum, yurtdoshlar, vatandoshlar, aka-ukalar, mana ko'rib turibsizlar, Passatga jarayonlari bo'lyapti. Akalarimiz Toshkentga направление olyapti. Kimda kim shunaqa davlat tomonidan qo'yilgan chipta asosida yuradigan reyslarni kelishdagida bo'lsa, ekrandagi nomerga murojaat qiling, aka-ukalar. Mana akamiz. Aka, biletingizni ko'rsatib yuboring. Просто. Mana chiptali reyslar. Mana chiptali reyslar mana. Aka, yaxshimi sharoitlar? Yaxshi. Yo'qdimi avtobus? Bo'ladi. O'ch ketganmisiz avtobusda? Birinchi martami? Kelib ketib yurganman aka. Kelib ketib yurganmisiz? Ancha muncha sharoitlar o'zgaribdimi oldindan ko'ra? Bilamiz. O'zgardi. Mayli, oq yo'l aka, yaxshi aytib oling. Akalarimiz Moskvadan Toshkentga ketyapti. Brat, assalomu alaykum. Biletingizni ko'rsatingchi. Mana biletli. Qalay ekan aka? Yaxshi, postoyanni borib kelaman. Zo'rmi? Tavsiya qilasizmi? Meni postoyanni borib kelaman. Va boshqa yurtdoshlarga tavsiya qilasizmi? Ha? Yo, boshqa yurtdoshlarga tavsiya qilasizmi? Yaxshi aytib oling aka, o'qiy. Akalar, yaxshi aytib olinglar sizlar ham. Moskva Toshkent, Sankt-Peterburg Toshkent aka, ko'raman. Passatga jarayonlari. Avtobusimiz 2,5 sutkada xudo xolasa Toshkentga yetib boradi. Boshqalarga to'xtaydi, как положено, sanchaslarga to'xtaydi. Dokumentlar muammosi bor yurtdoshlarni ham olib chiqib ketaveramiz. Zavod garovdan qarzi borlarni ham olib chiqib ketaveramiz. Aka-ukalar, kimda anaqa yuk ko'p bo'lsa, yuk telefon qilishadi, ko'p yurtdoshlar. Yuk olib kelaverasizlar. Yukni ограничение просто ixchamini olib kelish kerak. Yurtdoshlar, avtovokzallarimiz biz reyslar qonuniy reyslar chipta asosida